1 yil davomida 200 ming dollarga yaqin pulni reklamaga sarflab bordim. Va shu videoda nima natija beradi, nima natija bermaydi, shu haqida sizga gapirib bermoqchiman. Bu videoga o'tishdan oldin o'zimni tanishtirsam, ismim Hojiakbar, 7 yildan beri marketing sohasida ishlayman va oxirgi 1 yil ichida 200 ming dollarga yaqin pulni reklamaga sarfladik. Bugun sizga sirlarimni ochmoqchiman. Bo'lmasam boshladik. Birinchi eng katta tushungan narsam, reklama yoqayotganda doim test qilish kerak. Qancha ko'p test qilsangiz, shuncha yaxshi. Qancha ko'p videolarni, reklamalarni test qilsangiz, shuncha yaxshi. Ya'ni bitta dona siz xizmat sotayotganingizda bir xil, bitta, ikkita video emasda 5 ta, 10 ta reklama oling. Kamida onlayn kurs o'tayotgan bo'lsangiz, 30 ta video kamida olishingiz kerak bo'ladi. Siz qanchalik ko'p video olsangiz, shunchalik ko'p siz katta natija qilishingiz mumkin. Siz reklamaga xuddi qarmoq tashlayotgan baliqchidek tasavvur qiling o'zingizni. Sizni 30 ta qarmog'ingiz bo'lsa, baliq tutishingiz osonroqmi yoki bitta qarmog'ingiz bo'lsami? Shu narsani yaxshilab eslab qoling. Va bitta yaxshi chiqqan reklamangizni doim aylantiravermang. Bu odamlarning joniga tegib ketadi va umuman natija bermay qo'yadi. Hozirgi paytda reklama kreativlari tez natijasini yo'qotyapti. Ikkinchi, tushungan eng asosiy narsam bu to'g'ri KZDF qilish. Ya'ni siz reklama ssenariysini yozayotganda обязательно klientlardan savol-javob qilishingiz kerak bo'ladi. Agar siz klientlarni savol-javob qilmasdan, ularni xohish isteklarini bilmasdan turib video rolik yozadigan bo'lsangiz, siz o'zingizni xohishlaringizdan kelib chiqqan holatda video rolik yozayotgan bo'lasiz va oqibatida o'zingizga qiziq bo'ladigan reklama yaratasiz. Aholiga, xalqqa, mijozlarga emas. Shunga doim mijozlarni analiz qiling. Agar siz 30 ta o'rtacha mijoz analiz qilsangiz yaxshi, lekin 100 ta mijoz analiz qilsangiz siz aniq ularning ehtiyojini aniqlaysiz va shunaqangi reklama videolarini yaratasizki, target sizga zo'r natija berishni boshlaydi. Uchinchi men tushungan eng asosiy narsalardan bittasi bu tabiiy reklama zo'r natija beryapti. Ya'ni mashinada olingan reklama, kimnidir otzivi, tabiiy chiqqan reklamani odamlar даже meni rekomendatsiyamdan chiqib kelyapti deb o'ylashi ham mumkin. Shuni hisobiga u zo'r natija beryapti. Lekin siz tabiiy videoni o'zingizcha o'zgartiradigan bo'lsangiz, yoniga bunday logotip chiqib kelyapti, ashulalar bo'lyapti, reklamani effektini odam sezganidan keyin u уже ko'rgisi kelmayapti bu videoni, o'tkazib yuboryapti, uni g'ashiga tegyapti. Reklama insonlarni g'ashiga tegyapti. Shuni inobatga olgan holatda reklamani maksimal tabiiy qilishga harakat qiling. Qanchalik tabiiy bo'lsa, shunchalik yaxshi va targetga qo'yadigan reklamalaringiz maksimalni tabiiy bo'lsin. Blogerga beradigan reklamalaringiz maksimalni tabiiy bo'lsin. Skritniy reklamalar zo'r chiqyapti. Mana menga eng yoqqan reklamalardan bittasi bu International reklamasi. Jahongir akaga savol bergan, ya'ni International sizni o'quv markazingizmi, siz ochgan bo'lsangiz deb bir necha marta savol beradilar. Intervyu davomida mana shu reklama zo'r chiqqan. Qanchalik reklama skritniyroq bo'lsa, shunchalik yaxshi. Lekin albatta target reklamasida call to action bo'lishi kerak. To'g'ridan to'g'ri siz taklif berishingiz kerak. Lekin bu birov otzivi sifatida chiqsa, tabiiy bo'lib chiqsa, zo'r natija beryapti. To'rtinchi men tushungan eng asosiy narsa bu shaxsiy brendda reklamalari 30%, 50% gohida 2-3 baravar ko'proq natija beryapti. Ya'ni siz shaxsiy brend qiladigan bo'lsangiz va siz o'zingizni kuzatib yuradigan odamlarga, su auditoriyangizga reklama yoqadigan bo'lsangiz, u dahshat natijalar beradi. Nimaga? Chunki sotuv bu ishonchga asoslangan bo'ladi va shaxsiy brend orqali qo'yiladigan reklamalarda ishonch baland bo'lgani hisobiga sizda sotuvlar zo'r bo'ladi. Beshinchi men tushungan narsa bu faqat targetda qotib qolish kerak emasligi. Hozirda boshqa platformalardan reklama targetdan bir necha baravar arzonroq va effektiv bo'lib qoldi. Masalan, Telegramda reklamalar berish, Yandexdan foydalanish, Googledan foydalanish, targetdan foydalanish va hokazo. TikTokka testirovat qilish, bannerli reklamalar, KMS, shunga o'xshash reklama turlari hozirda zo'r natija beryapti. Afsuski biz ko'pchiligimiz targetda qotib qolganmiz. Target hali ham yaxshi natija beryapti. Lekin bora buni effekti tushib ketaveradi. Bilgan bo'lsanglar, ahamiyat bergan bo'lsanglar, targetning narxi ko'tarilib ketgan.
oldin $1 6000 ta odamga ko'rsatsa bo'lardi. Men 2018-yildan beri target yoqaman, shunga bilaman, что oldin вообще suv tekin bo'lgan. Keyin $1 2000-3000 ta odamga ko'rsatsa bo'ldi, hozir 500 ta o'rtacha odamga ko'rsatsa bo'lyapti. Ya'ni nima demoqchiman? Target narxi ko'tarilyapti va siz boshqa yo'llarini ham marketolog sifatida yoki tadbirkor sifatida ko'rib qo'yishingiz kerak. Ya'ni boshqa yo'llar ham bor, reklama berish uchun boshqa kanallar ham bor. Ularni ham doimiy ravishda test qilib, qaysi biri ko'proq natija bersa, o'shanga ko'proq pul investitsiya qilishingizni men tavsiya bergan bo'lardim. Faqat targetda qotib qolmang. Nimaga? Chunki hamma qilayotgan ish katta ehtimollik bilan уже natija bermay qo'ygan bo'lishi mumkin. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz va sizga sotuvlarni oshirish qiziq bo'lsa yoki marketolog sifatida bilimlaringizni oshirish qiziq bo'lsa, ko'proq marketing haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, meni onlayn va offlayn dasturlarim bor marketing bo'yicha. 7 yillik tajribam bilan bo'lishaman, real qilayotgan loyihalarimni ko'rsataman va har bitta offlayn dasturimdagi o'quvchilarimga individual podxod qilib, ularning loyihasini yurg'izishga qarashib boraman. Agar sizga shu marketing onlayn va offlayn dasturlarimda qatnashish qiziq bo'lsa, men shu YouTube opisaniyada havola qoldiraman, ssilka qoldiraman. O'sha yerga raqamingizni qoldiring va bizning sotuv konsultantlarimiz siz bilan bog'lanishadi. Darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.